Mavzuyimizni boshladik. Matematikada kirish mavzuyimiz. Ya'ni birinchisi matematikada har doim raqamlardan boshlaymiz. Raqamlar. Raqamlar matematikada 10 ta. Ya'niki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xo'p, bular 10 ta. Keyingisi sonlar. Sonlar raqamlardan tashkil topadi. Misol uchun, xo'p, necha xonali son? Necha xonali son desangiz, necha xonali? 6 xonali son. Nechta raqamdan foydalandim? 6 ta raqamdan foydalandim. Necha xil raqamdan foydalandim? Necha xil degani uchun bizda 3 ikkita qatnashgani uchun 5 xil raqamdan foydalandim. Xo'p, endi sonning xona birliklar. Sonni xona birliklar. Sonni xona birliklarimiz Xo'p. Eng oxirida, ya'ni o'yindan boshlaymiz. Birlar, ya'ni birliklar, o'nliklar, yuzlar, minglar. Bunimiz 10 minglar. Bunisi 100 minglar. Bunimiz 1 millionlar. Xo'p, endi sonlarni yozishda bizda ikkita tushuncha bor. Mana xona birliklarni bilib oldingiz. Mana boshlang'ich tushunchalar bular. Misol uchun, mana bu yerda nuqta nimani bildiradi? Ya'ni 34575 ta bildiradi. Endi matematikamizda shu nuqtani o'rniga virgul ishlatilsa, nimani bildiradi desangiz, 334 butun mingdan 575. Bundachi 333.575. Bunimiz 333.575, bunimiz 334 ta anglataman shu yerda. Tushunchani bilib keting, nuqta bilan virgul va sonni xona birliklarini bildingiz. Xo'p, endi sonni xona qo'shiluvchilari shaklida yozish. Sonni xona qo'shiluvchilar shaklida yozish. Bunimiz qanaqa? Misol uchun 8348. Demak, nima ish qilamiz? 8 ko'paytirilgan 1000 plus 3 ko'paytirilgan 100 plus 4 ko'paytirilgan 10 plus 8 ko'paytirilgan 1. Yoki buni mana bu shaklda yozish mumkin. 8 ko'paygan 10 ning 3-chisi, ya'ni 13-chisi degan 1000 degani. Hozir o'tamiz buni. Xo'p, 3 ko'paytirilgan 10 ning kvadrati plus 4 ko'paytirilgan 10 ning 1-darajasi plus 8 ko'paygan 10 ning 0-darajasi shaklida ham yozishimiz mumkin. Endi kitoblarda keladi buni. Maktab darslik kitoblarimizda sonning standart ko'rinishda yozilishi.
Sonni standart ko'rinishda yozilishi deydi mana bu narsani berib qo'yadi. 3 ko'paygan 100 plus 3 ko'paytirilgan 10 plus 4 ko'paygan 1 deydi. Mana shu narsani standart ko'rinishda yoz degani 334 qilib qo'y degani xolos. Ko'p narsaga chalg'imaymiz. Sonni standart shakli boshqacharoq ko'rinishlari ham bor. Keyingi mavzularimizda o'tib ko'rsatamiz buni. Xo'p, endi sonning darajasi bor. Sonning sonni darajasi nima degani? A ning n'inchi daraja mana tepadagisi daraja. Buni pastda turgani asos bo'ladi. Xo'p, bu nimani anglatadi? A ning n'inchi darajasi A ni bir-biriga necha marta? N marta. Ya'ni n marta ko'paytir degan. Xo'p, bu daraja mavzusi alohida, lekin sizga hozir bizga kerak bo'ladi bu narsa. Xo'p, misol uchun 3 ning 2-darajasi deb o'qishingiz mumkin yoki 3 ning kvadrati deyishingiz mumkin. Bu degani 3 ko'paygan 3, ya'ni 9 da anglatadi. 3 ning 3-darajasi yoki 3 ning kubi deyiladi. Ha? Bu degani 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3 degani ekan. Bu degani nima degani? 27. Xo'p, 2 ning 4-chisi. Xo'p, bu degani nima degani ekan? 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 16. Misol uchun 2 ning kubi nima degani? U 6 deganimi? Yo'q. 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 nima? 8. 4 ning 2-chisi 8 mi? Yo'q. 4 ko'paygan 4 degani 16. Xo'p, 5 ning kubi. Xo'p, bu degani 5 ko'paygan 5 ko'paygan 5 125 ta anglatadi. Xo'p, bu qisqacha ko'rinishlari. Xo'p, endi sizga berib qolishi mumkin. Y ko'paygan y ko'paygan y ko'paygan nima deb yozamiz? Siz y ning nechinchisi? 4-chisi. Xo'p, a plus 1 a plus 1 a plus 1. Xo'p, bu nimani bildiradi? Siz a plus 1 ning kubini bildiradi. Siz mana shu yerlarda dashib ketmasligingiz kerak. Juda sodda ko'rinishlari darajani. Xo'p. Endi bu sonlarimiz ichida natural son degan qoidamiz bor. 7-chisi. Natural son. Natural sonimiz nima? Natural sonning qoidasi sanashda ishlatiladigan sonlar. Sanashda yoki sanoqda. Sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Xo'p, natural sonlarimiz katta n harfini beradi, ya'ni natural sonlar to'plami. Xo'p, natural sonlar to'plamimiz mana bu belgimiz tegishli belgisi. Natural son tegishli. Xo'p, 1 2 3 4. Natural sonlarimiz nima? Cheksiz. Ya'ni natural sonlar cheksizdir. Sanashni biz albatta 1 dan boshlaymiz. Eng kichik natural sonimiz 1. Natural sonlar orasidagi farq ham 1 ga teng. Mana bitta ko'payib ketyapti. Ular cheksiz. Oxiri nima? Yo'q. Mana natural sonlarimiz. Xo'p, natural sonlarimizning orasida endi biz keyingi tushunchalarimiz faqat natural sonlar bo'yicha keladi. Natural sonlar ichida juft son bor. Juft son nima? 2 ga bo'linadigan natural son juft son deyiladi yoki oxirgi raqami 0 2 4 6 8 bilan tugayotgan sonlarimiz. Misol uchun juft soni qayerdan bilyapsiz? 2 ga bo'lib chiqdingizmi? Yo'q, mana oxirgidagi raqam nima? 6 bilan tugagani uchun. Xo'p, endi juft sonlarimizni biz mana bu ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Mana 2n.
2 ko'paygan n deganida bu n ni o'rniga qanaqa natural son qo'ysangiz ham javobingiz nima chiqadi? Juft son chiqadi. Yoki 2n plus 2 n ni o'rniga qanaqangi natural son qo'ysangiz ham nima chiqadi? Javobingiz juft son chiqadi. Xo'p, keyingi ko'rinishimiz 90. 90 shu qoidadan teskarisi, ya'ni qarama-qarshi 2 ga degan. Nima ekan? 2 ga bo'linmaydigan sonlarimiz 90 deyiladi ekan. 90 yoki oxirgi raqami 1, 3, 5, 7, 9 raqamlari bilan tugaydigan sonlarimiz. Tugaydigan sonlar. Misol 90 mi? Albatta, nimaga? Chunki oxirgi raqam nima bilan? 7 bilan tugayotgani uchun, 2 ga bo'linmayotgani uchun. Xo'p, endi biz ham 90larni yozishimiz mumkin. n plus 1, n minus 1 agar n'imiz nima son bo'lsa degan qoidalarimiz bor o'zi. n 90 bo'lsa, n juft son bo'lsa degan shartlar orqali yozishimiz mumkin. Endi 90lar, juft sonlar orasida shunday qonuniyatlarimiz bor. Ya'ni juft songa juft sonni qo'shsam har doim nima son chiqadi? Juft son chiqadi. Xo'p, juft sondan juft sonni ayirsam, albatta juft son. Keyingisi juft sonni juft songa ko'paytirsam qanaqa son chiqadi? Juft son chiqadi. Xo'p, endi e'tibor beryapmizki, 90ga 90 ni qo'shsam, tog'mi? Yo'q. Juft son kelib chiqadi. Keyingisi 90 dan 90 ayirsam nima chiqadi? Juft son chiqadi. Xo'p, keyingisi 90 ni 90 ga ko'paytirsam, albatta 90 chiqadi. Endi bularga yengil misollar berib qo'ysak. Misol ham berish shart emas, o'zingiz topib olaverasiz. Endi keyingisi misol uchun juft songa 90 ni qo'shsang nima bo'ladi desiz? 90 kelib chiqadi. Xo'p, juft sondan 90 ayirsang-chi desiz? 90. Xo'p, endi juft sonni ko'paytiryapsiz qanaqa songa? 90. Endi bitta j juft son, t 90 juda yaxshi bilib turibsiz. Xo'p, ko'paytirsangiz qanaqa son chiqar ekan? Juft son chiqar ekan. Xo'p, endi teskarisi 90 ga juft sonni qo'shsangiz, har xil holati bor, shularni ko'rib qo'yapsiz, xolos mana. 90 dan juft sonni ayirib tashlayapmiz. Misol uchun 9 dan 4 ayirib tashlasangiz ne chiqadi? 5. To'g'rimi? 90. Xo'p, endi 90 ni juft songa ko'paytirsangiz, misol uchun 3 kara 2 nima chiqadi? 6. Juft son chiqadi. Mana shuni o'rniga son qo'yib, bemalol topib shu qoidalarni to'g'rilab olishingiz mumkin. Xo'p, endi keyingi tushunchamiz. Xo'p, endi keyingi tushunchamiz tog' juft naturaldan keyingisi murakkab son haqida tushuncha berib ketamiz. Xo'p, murakkab sonimiz mana 10-si ekan. Murakkab son. Murakkab son. Murakkab sonimiz nima? Murakkab son. Murakkab son ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan son. Murakkab son. Ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonimiz murakkab son bo'ladi. Ya'ni misol. Xo'p, 4 murakkab son. Nimaga? 1 ga, 2 ga, 4 ga bo'linadi. Xo'p, 6 murakkab son nimaga? Chunki u 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga bo'linadi. Ikkitadan ko'p bo'luvchisi. Xo'p, keyingisi 8 misol uchun murakkab son nimaga? U 2 ga, 4 ga, 1 ga, 8 ga bo'linadi. Xo'p, 81 murakkab sonmi? Ha, nimaga? Chunki 1 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, 27 ga bo'linadi, o'ziga bo'linadi. Ikkitadan ko'p bo'luvchisi. Bular murakkab son ekan. Xo'p, endi bo'luvchisi ikkita bo'lsa, qanaqa son bo'ladi desiz? 11-da endi tub son bo'ladi. Tub son. Tub sonimiz nima? Tub son
faqat birga va o'ziga bo'linadigan, faqat birga va o'ziga bo'linadigan natural sonlar tub sonlar deyiladi. Xo'p, endi faqat birga va o'ziga bo'linadigan. Demak, natural degani uchun biz natural sonlar qatorini ishlaymiz. Eng kichkina tub jup sonimiz. Ya'ni ham tub ham jup sonimiz. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 emas, 17, 19, 23, 29, va hokazo ketishimiz mumkin. 31 va 50 gacha yozib chiqing. 37, 41, xo'p, 43, xo'p, 47, mana davom etishi mumkin. Xo'p, endi nimaga bular tub son dedik? Faqat o'zi bilan birga bo'linadigan. E'tibor bersangiz, har bitta yozgani faqat o'zi bilan birga bo'linadi xolos. Boshqa songa bo'linmaydi. Nimaga 9 ni olmadik? Bir bilan o'ziga bo'linadi, lekin qoidada nima dedi? Faqat dedi. Faqat dedi, lekin 9 nechiga bo'linadi? 3 ga ham bo'linadi. Xo'p, misol uchun 15 ni nima tashab ketding bu qatordan desangiz ham xuddi shu qoida. 1 ga, 3 ga, 5 ga, 15 ga bo'linadi. Tub bo'lishi uchun birga va o'ziga bo'linadigan natural son bo'lsin faqatgina. Buni ko'rib oldingiz, qoida daftaringizda chiqarib berganmizda, qoidalar to'plamida tub sonlar jadvalini ko'rib olishingiz mumkin. Hozirgina buni ko'rib turishimiz mumkin. 30 gacha deylik mana. 30 gacha. 30 gacha 10 ta tub soningiz bor. 50 gacha nechta? 15 ta tub soningiz chiqadi. 50 gacha 15 ta, 30 gacha 10 ta tub soningiz bor. Tub sonlar ketma-ketligini ko'rib turibsiz. Endi keyingi tushuncha. Keyingisida xo'p, nechinchi qoidamiz bu? 12-chi qoidamiz. 12-chi qoidamiz. Tub sonlarda ham turi bor mana. Egizak tub son. Hamma qoidani yozib ketaverak sizga. Egizak tub sonlar. Egizak tub sonlar. Buni qoidasi mana qarangki, qanaqangi tub sonlar. Tub sonlar biridan 2 ga farq qilsa egizak tub son bo'ladi. Tub son bo'ladi. Xo'p, endi misolimiz qanaqa? Misol uchun 5 bilan 7 egizak tub son. 11 bilan 13 egizak tub sonlar. 29 31 qanaqa tub sonlar? Egizak tub sonlar. Xo'p, 2 bilan 3 egizak tub sonmi? Misol uchun men 2 bilan 3 egizak tub son deyalaman? Yo'q. Nimaga? Chunki bular orasidagi farqi nechiga teng? 1 ga teng. Qolganlarimizdek 2 ga teng. Mana shular egizak tub sonlar deyiladi. Xo'p, endi tub songa bog'liq keyingi qoidamiz o'zaro tub son. O'zaro tub son. Endi o'zaro tub soningiz nima deganingiz desangiz, o'zaro tub son birdan boshqa umumiy bo'luvchiga ega bo'lmagan sonlar. Ya'ni nima deyapmiz? Birdan boshqa umumiy bo'luvchiga ega bo'lmagan
sonlar. Ya'ni birdan boshqa songa bo'linmaydi baravar ular. Yaxshilab tushunmang. O'zaro tub son bu yerda keladi qoidalar. Xo'p, misol 5 bilan 8 o'zaro tub. Nimaga? Chunki bular baravar nimaga bo'linadi? 1 ga bo'linadi. 8 2 ga bo'linadi desangiz 5 2 ga bo'linmaydi. 8 4 ga bo'linadi desangiz 5 4 ga bo'linmaydi. 5 5 ta o'ziga bo'linadi. Misol uchun 10 bilan 21 o'zaro tub son deyilamiz. Nimaga? Chunki bular faqatgina nechiga 1 ga bo'linadi xolos baravar. 21 3 ga bo'linadi, 13 ga bo'linmaydi. 12 ga bo'linadi, 21 2 ga bo'linmaydi. 21 7 ga bo'linadi, 17 ga bo'linmaydi. 15 ga bo'linadi, 21 5 ga bo'linmaydi. E'tibor bersangiz bular faqat nimaga bo'linyapti baravar? 1 ga bo'linyapti. Ketma-ket kelgan sonlar ham o'zaro tub son bo'ladi, mana qoidasi. Ketma-ket kelgan sonlarimiz ham o'zaro tub son bo'la oladi. Yaxshilab e'tibor bering. 80 81. Nima bular? O'zaro tub, mana 80 81. Xo'p, endi keyingisi o'zaro tub, egizak tub sonlar hammasini ko'rdik hozir. Endi sonlar davomi mukammal son bor. Sizga qoidalar sekin yozdirib tushuntirib qo'yamiz. Mukammal son. Mukammal sonimiz nima? Mukammal sonimiz o'zidan boshqa bo'luvchilar yig'indisiga teng bo'lgan sonlar. Ya'ni o'zidan boshqa bo'luvchilari yig'indisiga teng bo'lgan sonlar. Bu nima degani? Misol uchun eng birinchi mukammal sonimiz 6. Nimaga? 6 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga bo'linadi. Endi e'tibor bersiz, qoidada o'zidan boshqa bo'luvchilar yig'indisi 1 + 2 + 3 ne chiqadi? 6 chiqadi. Mukammal son. Keyingi mukammal sonimiz 28. Mukammal sonlar o'zini qatori bor ketma-ketligi. Birinchisi 6, keyingisi 28. 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 7 ga bo'linadi, 14 ga bo'linadi, 28 ga bo'linadi. Endi qoidaga ko'ra qarangki, o'zidan boshqalarni qo'shib chiqing, 28 chiqadi. Keyingisi 496. Bu ketma-ketlikni davom ettirishingiz mumkin. Sizda ko'proq testlarda 6, 28, 496 mukammal sonlar qatorini top deganda sizda shunaqangi ketma-ketlikni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi sonimiz, keyingi sonlarimizda biz o'tganmizki, kichkina sinfligimizda ham mana hozir ham ko'p duch kelamiz. Mana shunimizga, ya'ni son o'qi. Ya'ni markazda 0, o'ng tarafida 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo. Chap tarafida -1, -2, -3, -4, -5 va hokazo cheksiz davom etaveradi. Endi 0 dan o'ng tarafdagi sonlarimiz musbat sonlar deyiladi. 0 dan chap tarafdagi sonlarimiz esa manfiy sonlar deyiladi. Xo'p, manfiy bilan musbatni bir-biridan farqi, misol uchun musbat sonimiz mana 2, 3, 4, 1 va hokazo. Manfiy sonlarimiz mana xuddi shu sonlarimizda oldida minusi bor. -2, -3, -4, ya'ni minusi borlarimiz qanaqa ekan? Manfiy minus yo'qlarimiz musbat deyilar ekan. Endi bular katta kichikligimiz, musbat sonlar har doim manfiy sonlardan katta bo'ladi. Misol uchun birimiz katta nimadan? -100 dan. 100 katta emasmi siz? Yo'q, minus bo'lgani uchun bu bir katta. Yoki manfiy sonlarda teskarisi. -2 miz katta bo'ladi -15 dan. -15 katta emasmi siz? Yo'q. Manfiy sonlarda teskarisi, musbat sonlardan ham teskarisida. Misol uchun 3 katta 1 dan, 13 katta 5 dan. Bu oddiy o'zimizniki. Lekin manfiy sonlarda teskarisi ekan. Kichkina yozuvingiz katta bo'lar ekan. Xo'p, endi manfiy musbatdan keyingi qoidamiz 16miz qarama-qarshi son.
qarama qarshi son. Qarama qarshi sonimiz nima? Qarama qarshi sonimiz faqat ishorasi bilan farq qiladigan sonlar. Ya'ni qarama qarshi sonlarimiz faqat ishorasi bilan farq qilayotgan sonlar ekan. Misol uchun 100 ga qarama qarshi son nima bo'ladi? -100. Xo'p. -7 ga qarama qarshi son 7. Tushunib oldingiz bu hali qiyin narsa emas. Xo'p, endi keyingi tushunchamiz 17-son butun son. Ko'p o'quvchilarimiz domla butun son nima ustoz deb qoladi. Butun sonimiz nima? Butun son natural sonlar. Ularga qarama qarshi sonlar. Xo'p, va 0 birgalikda butun sonlar deyiladi. Ya'ni hozirgina ko'rdik. Natural sonlar ularga qarama qarshi sonlar va 0 birgalikda butun sonlar deyiladi. Yuqorida ko'rdikki siz bilan son o'qimiz. Mana son o'qimizda mana shu yerda hamma sonlar mana 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5 va 0 birgalikda hammasi nima deyilar ekan? Butun son. Endi butun sonlar to'plamini biz katta Z harf bilan belgilaymiz. Butun sonlar to'plamini mana belgini boshida aytdik, tegishli belgisi dega. Endi ketdik. Demak, va hokazo. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 bag'i cheksiz ketishi mumkin. Mana shular hammasi qanaqa sonlar ekan? Butun sonlar deyilar ekan. Xo'p, keyingisi teskari son. Teskari son. Teskari sonimiz qanaqa? Teskari sonimiz qoidasi ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar. Ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar teskari sonlar deyiladi. Endi buni qoidasi. Hop, siz bilan ko'paytirish nimalar o'tganmiz yo'q? Misol uchun 8 ga teskari son 1/8, ya'ni kasr ko'rinishida bo'ladi buni. Misol uchun 7 ga teskari son nima ekan? 7 dan 1 yoki 1/7. -3 ga teskari son -1/3. Va hokazo davom ettirishimiz mumkin. Agar kasr son bo'lib qolsa-chi, misol uchun 3 dan 2 ga teskari son 2 dan 3 tushunib olishga harakat qilavering. Hali o'tamiz bu kasr mavzusini. Qiyin emas. Xo'p, 5 dan 4 ga teskari son nima ekan? 4 dan 5 ekan. Xo'p, teskari son tushunib oldingiz. Agar kasr bo'lib qolsa-chi, misol uchun 5 dan 1 ga teskari son nima bo'ladi desangiz? 5 bo'ladi. Xo'p, endi keyingi tushuncha qoidamiz. Xo'p, 19-si. 19-tushunchamiz. Xo'p, ratsional sonlar. Ratsional sonlar. Ratsional sonlarimiz bu juda qiziq bo'lgan mavzumizni boshlanishi. Siz hozir bu haqida ozgina tushunchaga ega bo'lsangiz, keyin davom ettiramiz. A taqsim B ko'rinishidagi sonlar. Ya'ni A taqsim B ko'rinishidagi sonlarimiz. Bular ratsional sonlar deyiladi. Ko'rinishidagi sonlar. Ko'rinishdagi sonlar. Xo'p, bitta bunda nima deyiladi? Misol uchun A bilan B'miz nima? Bitta bunda A va B butun son
butun son. Endi bitta shartimiz bor. Bitta ratsional sonda, ya'ni kasrda. Mana maxraj deyiladi pastda turgani, mana bu surat deyiladi. Bitta shartimiz bor. Bunda b teng emas 0 degan shartimiz qo'yib qo'ysak, bizda to'g'ri bo'ladi. Xo'p, ya'niki qanaqangi? Hozir sizga ozgina tushuncha bersam, mana b pastda dedik, a tepada dedik. Mana bu turgan nima? Surat. Mana bunimiz maxraj. Mana bunimiz kasr chizig'i. Siz shunchaki hozircha tushunchaga ega bo'lmang xolos. Demak, maxrajimiz ratsional sonlarda, kasr sonlarda nima bo'lmasligi kerak ekan? 0 ga teng bo'lmasligi kerak ekan. Xo'p, endi bizda keyingi tushunchalarimiz. Xo'p, keyingi tushunchalarimizda misol uchun sizga ratsional sonlardan keyin irratsional sonlar, haqiqiy sonlar, kompleks sonlar haqida biz tushuncha berib ketishimiz mumkin, lekin siz ozgina tayyor emassiz bunga. Endi keyingi tushunchalarimizga o'tib ketaveramiz. Xo'p, aytgancha ratsional sonlarimizda biz qaysi harf bilan belgilaymiz? Siz ratsional sonlarimiz o'zimizda Q harf bilan belgilanadi. Ratsional sonlar to'plami teng A taqsim B. Hozirgina aytib o'tdikki, A va B qanaqa sonlar? Butun sonlar. Butun sonlar biz nima bilan belgiladik? Z bilan belgiladik. Bunda B teng emas nimaga ekan? 0 ga ekan. Mana shularimiz ratsional sonlar deyiladi. Xo'p, endi keyingi tushunchalarimiz. Keyingi boshlang'ich tushunchalarimiz bizda xo'p, harflarimiz, sonlarimizda harflar orqali ifodalashimiz mumkin. Ayrim hollarda sonlarni harflar bilan ifodalash mumkin. Xo'p, qanday qilib? Nima deyapsiz o'zi? Desiz, xo'p, e'tibor bersangiz A B. Endi buni tepasida chiziqcha bo'lsa, bu necha xonali? 2 xonali sonni ifodalaydi. Xo'p, biz bu A B ni qanaqa qilib yozishimiz mumkin desiz, 10A plus B ko'rinishda. Hali bunga doir misollarimiz keladi. Pastda o'rgataman hali. Xo'p, A B C bo'lib bo'lsa necha xonali desiz, o'z-o'zidan 3 xonali sonimiz. Xo'p, buni qanaqa yozamiz 3 xonali sonimizni desiz, 100A plus 10B plus C ko'rinishda yozamiz. Xo'p, 4 xonalini ham yozaylik. Mana A, B, C, D ko'rinishda sonlarimiz. Qanaqa ekan? 4 xonali. 4 xonali sonimiz mana A, B, C, D teng. Xo'p, 1000A 100B 10C plus D ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Sizga ma'lumot uchun berib ketildi. Bunda juda chiroyli misollarimiz keltirilgan. Xo'p, endi biz 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali dedik. O'zi ular nechta degan savollar bor. Endi orada sizga tushuntirib o'tishimiz kerakki, xo'p, kitobingizda kelib qolishi mumkin. Sonli ifoda, harfiy ifoda deyilgan qiymatlarimiz bor. Misol uchun, sonli ifoda nima? Sonli ifodamiz sonlardan tuzilib amallar ishoralari bilan birlashtirilgan yozuv sonli ifoda bo'ladi. Xo'p, endi amallarimiz qo'shish, ayru, ko'paytiruv, bo'ruv. Endi harfiy ifodamiz nima degan? Harfiy ifodamiz sonlar va harflardan
tuzilib, amallar ishoralari bilan birlashtirilgan yozuv. Amallar ishoralari bilan birlashtirilgan yozuv harfiy ifoda bo'ladi. Harfiy ifoda deyiladi. Xo'p, misol berib qo'yaylik mana. 21 + 5. Nima ekan bu? Harfiy ifoda deyilar ekan. Xo'p, 7 - 8. Nima ekan bu? Harfiy mana sonlar, harflar mana plus minuslardan tashkil topyapti. Xo'p. Endi bir xonali sonlarimiz nechta degan savol berildi. Bir xonali. Bir xonali sonlarimiz 1 dan boshlab nechagacha? 9 gacha. Ular nechta? 9 ta. 2 xonali. 2 xonali sonlaringiz 10 dan boshlanadi albatta. 10 dan 99 gacha. Bularimiz 90 ta. 3 xonali. 3 xonali sonlarimiz mana o'z-o'zidan 100 dan 999 gacha. 900 ta. 4 xonali sonlarimiz. 4 xonali sonlarimiz 1000 dan boshlab 9999 gacha. 9 nechta? 9000 ta. E'tibor bersiz mana 9 da soni oshib ketaveryapti. Bunda ham mana nollar soni bitta qo'shilib ketaveryapti. Xo'p, 5 xonali son. 5 xonalimiz mana 10000. Mana 10000 dan boshlab 99999 gacha. Bularimiz qancha desiz? 90000 ta. Xo'p, mana 6 xonali. 6 xonali sonimiz. Nech ming? 100 dan boshlab 999999 gacha. Ya'ni bularimiz 900 ta. Buni davom ettirishim mumkin. Mana ketma-ketligini ko'rib oldingiz. Xo'p, ustoz, biz 10 ni bilamiz, 100 ni bilamiz, birlar, minglar, millionlar, xo'p, milliardni ham bilamiz. Xo'p, undan kattalari qanaqangi desiz, bu degani xo'p, millionimizni yozaylik mana, million. Millionimiz mana. Birdan keyin nechta nol? 6 ta nol bo'lsa bu million deyilar ekan mana. 1 million. Million. Bu degani qanaqa ifodalanadi desiz? 10 ning nechinchisi? 6-darajasi. Bu degani birdan keyin nechta nol bor degani? 6 ta nol. Xo'p, qanaqasiga desiz endi qiziqishga. 10 da birinchisi nima bo'ladi? 10. 10 da ikkinchisi nima bo'lar ekan? Birdan keyin nechta nol? 2 ta nol. 10 ning 3-chisi. Bu degani birdan keyin 3 ta nol e'tibor bersiz. Xo'p, 10 ning 4-chisi nima bo'lar ekan? Birdan keyin 4 ta nol. Nomini bilasiz, 10, 100, 1000, 10000. Keyingisi mana 100 mana 1 million. Endi bularning nomini ketma-ketligi bor. Xo'p, qanaqangi ketma-ketliklarda nomlanadi? Xo'p, milliard. Milliardimiz qanaqangi? Yozib beramiz mana, milliardni ham yozaylik mana. Mana birdan keyin nechta nol? 9 ta nol, milliard. Milliardlar. 10 ning nechinchisi ekan? 9-chisi. Xo'p, sizga endi ozgina bir ma'lumot berib ketamiz. Milliarddan keyin trillion. Trillion. Trillionlarda nechta nol bo'ladi? 12 ta. 10 ning 12-darajasi. Undan kattasi nima? Kvadrillionlar. Kvadrillion nom. Kvadrillionimizda nechta nol bo'ladi? Siz 15 ta. Men 3 ta oshib ketaveryapman. 10 da 15-chisi. Xo'p, undan kattasi ham bormi? Albatta bor. Kvintillion deyiladi bular nom. Keyingisi nima ekan?
Kvintillion. 10 darajasi kvintillion. Xo'p, keyingisi. Xo'p, keyingilari ham davom etib ketaveradi-yu. Endi sizga bir qiziqroqlarini bir aytib ketaylik. Misol uchun, bulardan kattaroqlari endi hozir ozgina nomlari esimizga kelmay turibdi. Hozir esimizga kelganini bir nima qilamiz? Aktalon degani bor mana. Hozir ruchkamiz ozgina yaxshi ishlamayapti. Mana. Oktalonimizda 10^27 darajasi mana. Oktalon birdan keyin 27 dan ol mana 27, 37 formulada. Xo'p, keyingisi dodekalon degani bor. Google degani bor. Misol uchun mana Google ni eslab qo'yinglar mana. Google 10 nechinchi darajasi? 100-daraja. Buni davom ettirib ketishimiz mumkin bu yerda. Endi keyingi sodda tushunchalarimiz, xo'p, qo'shish. Qo'shishda bilasiz. A plus B tengsi. Xo'p, bu yerda A'imiz nomi nima desangiz, A bilan B ni baravar yozaverik. A bilan B'imiz qo'shiluvchilar. Ya'ni birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi. Endi S'imizni nomi boshqacharoq. Buni nomi nima deymiz? Yig'indi deymiz. Xo'p, endi ayirish mana. Ayirishimizda, xo'p, xuddi shu A minus B teng S desangiz, xo'p, A ni nomi bor. A ni nomi kamayuvchi. B ni nomi ayriluvchi. S ni nomi nima desangiz? Ayirma. Chiqqan natijamiz ayirma deymiz. Xo'p, endi ko'paytirish. Ko'paytirishimizda qanaqa? Ko'paytirishimizda A ko'paygan B tengsi. Xo'p, bu yerda A ko'payuvchi nima ekan? Ko'payuvchi. B ni nomi bor. B ni nomi ko'paytiruvchi. S ni nomi nima desangiz, ko'paytimi. S ni nomi. Xo'p, endi xuddi shu gap bo'lishimiz qanaqangi? A bo'lingan B tengsi. Xo'p, bu yerda A'imiz nima degani? Bo'linuvchi. B'imiz o'z-o'zidan bo'luvchi. Xo'p, S'imiz chiqqan natija bo'linma. Tushunyapsiz? Endi xatimga tushunmasangiz, ovozimga tushunayotgandirsiz. Xo'p, endi kitoblarimizda kelayotgan ba'zi bir misollarni yechilish yo'llarini bir ko'rib o'tamiz hozir. Xo'p, endi kitobda kelayotgan ba'zi bir misollarimizda yechimlari bor. Xo'p, bu qanaqa misollar? Endi sizlarga qo'shish, ayirish, ko'paytirish, ketma-ketliklar, shular bilganingiz uchun sizga bir ikkita misollarimiz ko'rsatib o'tamiz. Misol 1. Xo'p, qanaqangi misollarimiz? Xo'p, e'tibor bersangiz 4 plus va hokazo plus 4. Xo'p. 1019 marta deb qo'ygan. Ya'ni nechta 1019 ta 4 ni ko'paytir degan. Bu javob nima degan? Qo'shgan degan. 4 ni 1019 ga ko'paytirib qo'ysangiz bo'ladi. Nech chiqadi? 4076 chiqadi. Xo'p, keyingi turdagi misolimizga e'tibor bersangiz, misol 2. Xo'p, ikkinchi misolimizda 17 minus 6 plus
17 minus 6 plus va hokazo. Ya'ni matematikada 3 ta nuqta va hokazo. Ya'ni xuddi shunaqa ketma-ketlik davom etadi degani. 17 minus 6. Xo'p. Bular soni 48 ta son deyapti. Ya'ni mana shu yerda 48 ta son bor ekan. 17 6 17 6 hammasi 48 ta ekan. Xo'p, endi biz payqadikki 17 minus 6 dan necha chiqadi? 11 chiqadi. Endi 17 minus 6 dan nechta borligini topishimiz uchun 48 ni 2 ga bo'laman. Nimaga 2 ga bo'lyapman? Chunki biz ikkitadan guruh qilyapmiz mana. Ikkitadan guruh qilyapmiz. 24 ta guruh. Endi 24 ta guruhimizda har biridan 11 dan chiqsa 264 degan javobimiz kelib chiqadi. Xo'p, endi mana bu yerda bitta misolimiz bor ekan. Misol 3 deylik. Misol 3. Misol 3'imiz qanaqa? Misol 3'imiz xo'p, kelishi mumkin sizga. Xo'p, qarang. 157 ko'paygan 43 minus 147 ko'paygan 43. Xo'p, buni yechishda 157 dan 43 ga ko'paytirib, 147 dan 43 ga ko'paytirib bir-biridan ayirsangiz ham chiqaveradi. Lekin bizda osonroq yo'llar bor. Ikkovida ham necha bor? 43 bor. 43 ni ikkovisidan tashqariga chiqarib 157 minus 147 qilib yozib olsangiz, demak 43 ko'paygan 10, ya'ni 430 degan javob kelib chiqadi. Bunga doir misollarimiz juda ham ko'p. Xo'p, endi sizga ko'rsatib qo'yamiz bitta misol to'g'ri tariqasida. Xo'p, misolimiz qanaqangi? Xo'p, 37 ko'paytirilgan 59 plus 37 ko'paytirilgan 41 plus 63 ko'paytirilgan 59 plus 41 ko'paygan 63. Xo'p, misolimizda yechishda ikkovlar ko'paytirmada qarasak, ikkalasida ham necha bor? 37 bor. Endi 59 ga 41 ni qo'shamiz, to'g'rimi? 37 ni olib chiqqanimizdan keyin necha chiqadi? Albatta 100 plus. Endi keyingisida ikkovida ham necha bor ekan? 63 bor ekan. 63 ni olib chiqib tashlasam, 59 ga 41 ni qo'shsam, albatta yana 100. Endi ikkita 100 bo'lib qoldi. Ikkov ko'paytirmadan 100 ni chiqarib yuborsam, 37 ga 63 ni qo'shib yuborsam, baribir 100. 100 100 ga ko'paytirsam, bu degani 10.000 degan javobimiz kelib chiqadi. Shunga o'xshash qiziqarli misollar kitobimizda juda ko'p. Yechimlar videosida ham yana ko'rib olishingiz mumkin. Bittalab yechib chiqqanmiz misollarni. Xo'p, misol uchun mana bu yerda misol kelyapti. Xo'p, qarang. 1 katta yoki teng 9 dan kichik yoki teng 9. 1 kichina n'dan 1 katta n'dan kichik yoki teng 9 dan. Xo'p, bu yerda n o'rniga nima qo'yishim mumkin deyapti. 1 qo'yishim mumkin. Chunki n'imiz 1 dan katta yoki teng degan shartimiz bor. 2 ham qo'yishimiz mumkin, 3 ham, 4 ham, 5 ham, 6 ham, 7 ham, 8 ham qo'yishim mumkin. Vaholanki 9 ham qo'ya olaman. Nimaga? Chunki n'imiz 9 dan kichik yoki teng degan shartimiz bor mana pastida. Agar shu narsa yo'q bo'lsa, misol uchun 1 katta kichina n'dan, kichina 9 dan. Siz n o'rniga nima qo'yishingiz mumkin? Siz n o'rniga 2 qo'yasiz. Nimaga 1 qo'ymayapman? Chunki 1 dan katta bo'lsin dedik. 3, 4, 5, 6, 7, 8 qo'yishingiz mumkin. Nimaga 9 qo'ymayapman? Chunki 9 dan aniq kichina bo'lsin deyapti. Qat'iy tengsizliklarimiz-da bular. Hali o'tamiz bu mavzularni. Xo'p, keyingi misollarimiz qanaqa ko'rinishda? Keyingilari ham juda oddiy ko'rinishda misollar ekan. Xo'sh. Misol uchun keyingi misolimiz. Xo'p, 1, 2, 3 va hokazo. 40 gacha yozilsa, necha xonali son bo'ladi deyapti. Xo'p, nima qilamiz? Bitta ikkita guruhga ajratamiz. 1 dan boshlab 9 gacha, 10 dan boshlab 40 gacha. Nimaga ajratib oldim? Chunki bir xonali, ikki xonali. Bir xonalilar mana 9 ta. Endi ikki xonalilar nechtayini topish uchun 40 dan 9 da ayirib tashlaymiz.
o'ttiz bitta. Shu yerda o'ttiz bitta ikki xonali son bor. Xo'p, endi nima ish qilamiz? Keyingi ishimiz 9 ni 1 ga ko'paytiramiz. Bir xonali bo'lgani uchun 9. Endi 31 ni 2 ga ko'paytiramiz. Ikki xonali sonlar soni 30 bitta bo'lgani uchun. 62 mi? Endi nima ish qilamiz? Necha xonali bo'lgan sonni topish uchun 62 ga 9 ni qo'shib qo'ysam 70. Ya'ni 1 dan 40 gacha yozibsiz necha xonali son hosil bo'lar ekan? 70 xonali son hosil bo'lar ekan. Keyingi misollarimizda video yechimlar, mavzuni video yechimlar orqali ko'rib o'rganib olishingiz mumkin.